Davlatimiz rahbarining joriy yil 24-fevral kuni yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvida har payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qilinganligi yoshlar uchun yana bir katta imkoniyat bo'ldi. Shu munosabat bilan har payshanba kuni joylarda yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etilib, ularning fikr mulohazalari, takliflari o'rganilyapti. Guliston shahrida bo'lib o'tgan navbatdagi uchrashuv ham ana shu maqsadlarga qaratildi. Tadbirda Guliston davlat pedagogika instituti hamda Toshkent kimyo texnologiyalar instituti Yangi yer filiali bitiruvchilari offlayn hamda onlayn tarzda ishtirok etishdi. Dastlab prezidentimizning yoshlar bilan uchrashuvida ko'tarilgan masalalar, ilgari surilgan tashabbuslar, imkoniyatlar haqida so'z yuritildi. Bank rahbariyati uchrashuv davomida yoshlarning fikr mulohazalari, biznes g'oya va tashabbuslari, startap loyihalari bilan yaqindan tanishdilar. Tadbirkorlik qilish istagidagi yoshlarning taklif va tashabbuslari eshitilib, ularga bank imtiyozlari, imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Rahbar va yoshlar uchrashuvidan imtiyozli kreditlar berish haqida ma'lumot berdi bizga. Men shu avtomobillarga xizmat ko'rsatish sohasini yo'lga qo'ymoqchiman. Shuni ochish uchun menga 100 million so'm miqdorida pul kerak edi. Milliy bankka murojaat qildim va Milliy bank menga kelajakka qadam dasturi shu 100 million so'm imtiyozli kredit berdi menga. Shu 100 million so'm imtiyozli kreditni olib, shu endi Jizzax viloyatida shu sohani yo'lga qo'ymoqchiman. Men o'z loyiham bilan imtiyozli kredit oldim 20 million so'm miqdorda va bu kreditni olishimdan maqsad o'zimizning hududimizda ishsiz bo'lgan yoshlarni ish bilan ta'minlash, ya'ni o'zimning yakka tadbirkorligimni ochmoqchiman. Bu tadbirkorligimda hududimizda eshik romlari ishlab chiqarish korxonasini yo'lga qo'yaman va bu korxonada hududimizdagi ishsiz bo'lgan yoshlarni ish bilan ta'minlash, qolaversa o'zimning loyihamni amalga oshirishni ko'zda tutmoqdaman. Bu kredit imtiyozlari menga to'liq ma'qul keldi. Bu kreditni olganimdan men juda ham xursandman va o'z loyihamni albatta amalga oshiraman. Uchrashuv davomida talabalar tomonidan 17 ta murojaat va 4 ta taklif bildirildi. Biznes Progress kredit mahsuloti bo'yicha jami 3 milliard so'mlik 4 ta loyiha. Shuningdek, tadbirkorlikka ilk qadam kredit mahsuloti bo'yicha jami 260 million so'mlik 13 ta loyihalar taqdim qilindi.